Rahmatullohi barakatuh aziz birodarlarim, o'sha gap salomatlik ulkan boylik, uni asrash sizu bizning ixtiyorimizda. Lekin men o'sha boylikni qadriga yetgan insonlarga ilinib kelyapman. Shuni bilinglarki, har qanday inson o'zini sevsin, o'zini hurmat qilsin. Mana shu murg'akkina mana bizning qizimiz mana oldimga kelganlarida o'sha betobliklari bordi. Bilasizlar, hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bu, eng ro'zak kasalligi. Shu xastalikda mana juda ko'pchilik borishyapti, nerpatologga uchraysiz, unga uchraysiz, bunga uchraysiz, uni lechiniyasini qilasiz, bunikini qilasiz. Men shu gapirib charchadim azizlarim. Buni xastalikni dori-darmon bilan emas, tabiiy yo'l bilan yo'qotishimiz kerak. Buning asosiy sababi nimaligini bilmaysizlar ko'pchilik. Men juda ko'p aytaman. Kerak bo'lsa, mana shu bolangizda masalan mana bu liam bilan hech qachon tishni g'ijlatmaydi. Shuni bilib olinglar. Askaridalar bo'lsa, o'shalar tishni g'ijlatiradi. Ana shu liam bilan shunday mana shu kindida atrofiga mana shunday o'rmalashib oladiki, endi borku mana soat 1-2-3 bo'lganda oshqozonda qishtimay qolmaydimi? Ana shu yerda bitta shu kindida atrofini chaqqanda shunday borku peshob qilib qo'radi. Siyib qo'radi. Endi mana shu qizchamiz shu xastalik bo'yicha Mubinaxon mana oldimga keluvdingiz-a qizim. Kech payt shuncha qo'llab qardiga ozgina. Keyin men sizga nima berdim qizim? Dori berdingiz. Bir kuni bitta olib ketuvdik, uni ichib tugatib kelib, yana ikkita oldik, yana ichib tugatib keldim. Hozir yaxshimisiz qizim? Hozir u holatlar bo'lmayaptimi? Qancha bo'ldi endi o'sha bo'lmayotganiga, necha kuncha bo'lib qoldi? Bir 10-15 kun bo'ldimi? Shunaqa bo'ldimi? Undan ham ko'proq bo'ldi. Xudo xolasa mana onalari bilan birga kelgan edi. Mana Xudo xolasa shu qizimizni mana shu nimadan qutultirdik. Mana bani oldimga kelibdi 14-15 yoshdagilarım kelyapti. Shularga mana lechiniya qilib beryapman, o'shalarda ham zo'r bo'lyapti. Endi ular yosh kattaligi uchun gapirib bermayapti. Shuning uchun men mash qizimga aytdim, qizim bitta yaxshi bo'lib qolganingizni gapirib bering dedim. Chunki hozir meni oldimga rahmat aytgani keldingizmi qizim? Yaxshi bo'lib qoldingiz, ha? Endi qarang qizim, yaxshi bo'lib qolganingizga men sovg'a beraman-da sizga, bo'ptimi? Mana bu narsa endi yo'talimiz bor ekan, mana shu narsani ichib turasiz yo'talimizga. Bo'ptimi? Ashuni ichirasiz Xudo xolasa. Bu qizimizga yo'talini mana 2 kunda yo'qotib yuboradi Xudo xolasa. Mana bu qizimizga endi ana shu xotiralarga-yu, mana gemoglobinlariga juda zo'r. Undan aytganman-ku, immunitetni ko'taradigan yaxshi narsa qilib beraman deganman. Buni ham ichib turasiz qizim. Bo'ptimi siz? Xudo xolasa, shu qonlarimizni ham ko'paytiradi Xudo xolasa. Endi mana hali meni yovvoyi asalim Avstraliyadan keladi deganman-ku qizim. Ashuni ham endi siz yeysiz. Bo'ptimi? Endi katta qiz bo'lib ketasiz. Olim qiz bo'lasiz. Nima dedingiz? Shunaqa bo'lasizmi Xudo xolasa? Meni bitta duo qilasizmi? Bitta duo qiling meni qizim. Amin. Jahongir tog'am boy va davlat bo'lsin, chiroyli mashinalar olsin. Amin. Hojilarga bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Siz ham ilohim katta qiz bo'ling. Shu yurtimizga, elimizga foyda tegadigan ulamolardan bo'ling qizim. Qur'oni hofizlarda o'sha qoriyalardan qilib ilohim sizni Allohim shunday nima qilsin. Shunaqangi bandalardan yetishing. Shu ota-onangiz sizni baxt kamolingizni ko'rib yashashsin. Yaxshi joylardan shunday ato etsin. Sizni ham zurriyotlaringizdan olim ulamolar chiqsin qizim. Ilohim baxtimizga hech qachon kasal bo'lmasan, sog' omon yuring. Amin. Allohu akbar. Azizlarim, shunaqa gaplar. Bolalaringizni qiynamayın. Unaqa qildirmang. Klizma. Ular 2 yil bolani o'sishdan orqaga qaytarib boradi. Undan ko'ra keling, tabiiy yechimini qilib beraman. Allohning iznidan shifo toparasizlar. Faqat bizdan natija salomat bo'linglar.